ligini bilmaganligi uchun shunda men hozir qo'limni tiqaman deydi. Menga hozir neksi chiqadi deyapti-da ichonsi. O'tdi ehtimollar nazariyasi degan fanlar bor. Ularni bilmaganligi va u narsa ko'proq insonlarni tayanishga olib kelayotgani meni siqyapti. Bitta qimorboz odam bor edi-da. Hozir esimga tushib qoldi siz gapirganda. Tavba qilib hozir yaxshi yo'lga kirib ketgan. Ko'p qimor o'ynaganman deydi. Professional bo'ladi. Ko'p ham yutki. Qimorbozman deyapti, lekin bitta sirni sizga ochaymi degan. Ha, oching dedim. Sen taxminan hayotim davomida 1000 marta qimor o'ynagan bo'lsam, 990 marta yutgan bo'lsam, o'sha 990 marta g'irrom qilib yutganmiz. Shunaqa? Bu narsalar-chi? Umid aka, bu biz hamdard. To есть u omadga tayanmagan. Ya даже aldab, yolg'on. Shu o'zi jinoyat u. Shu jinoyatni ham yolg'on bilan qilgan. Ya eng qiziq tarafi bor-da. Men xuddi shu narsani mana ochildi, hozir kiraylik ozgina. Va ikki nardani toshi bor-ku. Nardani toshini olib, Umid sani 10 marta o'taman. 10 martadan necha marta olti tushadi ko'r degan. Tars so'z tashaganda, adashmasam 7 marta anaqani olti tashagan. Keyin aytganki, buni ichida ham aytganingizdek g'irrom bor degan. Ikkinchidan degan tajriba bor degan. Men uni shunaqangi aylantiramanki degan. Shunaqa. 6 faqat aylanadi degan. Boshqa qolgan dars anaqalarga variant yo'q degan. U toshga tep qolganligi uchun yoki ana bu narsaga tep qolganligi uchun boshqa tushishi mumkin degan. Atak men aylantirganda tepasida faqat 6 aylanadi degan. Bu aytgan mavzuyingizda biz hamdardmiz Umid aka. Men hattoki oxirgi paytlar o'zimda bir yaqin insonlarim tomonidan ham tanqidga uchradim. Ba'zi fikrlarim sabab o'sha ijtimoiy tarmoqda tarqagan. Hattoki ba'zi hamkasblarimiz meni tanqid qilishdi. Shu tanqid qilishganligi uchun sizni chaqirdim-da aka. Qarang, bu millat